Variantga fura qidirib yurganlar diqqatiga 15 ming naqd pul borga mana shu Volvo Euro 5 Persep bilan komplekt holatda sotiladi. Yoki bo'lmasam naqd pul sanab oluvchilar bo'ladigan bo'lsa narxini egalari 35 ming AQSh dollar deb aytayapti-da. Naqd pulga o'zlari bilan kelishilgan holatda yaxshi narxlarga savdolashib olishingiz mumkin. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Tigach mexanika korobkada yurgan masofasi 1,691,000 kilometr masofani bosib o'tgan. Bunga 1 yil oldi egalari yangi motor qo'ydirib qo'ygan ekanlar. Persep'i 2008-yilda ishlab chiqarilgan Krone Persep 105 kubali. Moslari Safmos utka. Mashinada ham Persep'da ham hech qanday kamchiliklar yo'q. Ishlab turgan mashina hozir egalariga pul so'rashni zarurligi uchun sotilyapti. Balolarning holati ham yaxshi holatda turibdi. Qiziqqan bo'lsangiz, egalariga telefon qilib yana batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Toshkent shahrida turibdi. Videoga like bosib, mana shunaqa variantga fura qidiruvga, fura ishdan ishlaga maksimalni tartibga qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.